Akalar, sut qo'zini zo'rlari yana har doimgidek Egiz akamizda hamma ma'lumotlarni sizlarga birgalikda beramiz. Videoni boshidan like-da ayamaysizlar akalar. Assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan kuzatib turgan, biz uchun qadrli bo'lgan ko'kalarimiz mana bugun sizlar uchun Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida mana shunaqa sifatli qo'ylarni ko'rsatyapmiz. Akalar, Yangiobod mahallasiga yetib kelganman. Hammasi mana ko'rib turganlaringizdek ana shunaqa sifatli qirq yaltiroq qo'zilarni zo'rlari yetib keldi akalar. Mol qilaman, ko'paytiraman degan akalarimizga to'g'ri keladigan, sifatiga umuman xudo xolasa hech qanaqa gap bo'lishi mumkin bo'lmagan mana shunaqa qo'ylarimiz yetib kelgan. Endi akalar qo'zichalarni ko'ringlar, sifati yaxshi, yaltiroq, qirq. Undan tashqari akalar mol qilaman degan akalarimizga yaraydigan qo'zichalar. Bo'lmasa akalar hamma ma'lumotni egalaridan xudo xolasa sizlarga berib boramiz. Bu yerda boshida aytib qo'yaylik, ikki partiya qo'zilarni ko'rsatamiz. Biri mana shunaqa yaxshi kattarib qolgani, ikkinchisi salgina kichikroq bo'ladi. Bo'lmasa ishimizni boshladik, bismillah. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshimisiz. Rahmat, o'zi yaxshimisiz? Alloh baraka bersin. Bir-biridan go'zal, bir-biridan chiroyli. Mana shunaqa sifatli. Aka, bugun mana asl sifati keldi aka. Gap yo'q mana. Akalar oladigan odamlar telefon qilsin. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar haqiqiy sifatini olaman desa kelaversin-da. Kelaversin aka. Mana. Aka, bu qayerning moli? Qayerning qo'zilari? Dehqonobod Darxonni qo'zisi. Gap yo'q. Akalar, Dehqonobod Darxondan kelgan qo'zichalarimiz mana shu yerda turibdi. Bular soni nechta aka? Soni aka 26 bosh. 26 bosh. Gap yo'q. Mana akalar 26 bosh mana shunaqa qo'zilarimiz turibdi. Endi bular erkak urg'ochimi? Aka, 20 ta qo'chqor, 6 ta urg'ochisi. Demak 20 tasi qo'chqorda buni. Akalar, mana ko'ryapmiz, 20 ta qo'chqor, 6 ta urg'ochisi bor ekan. Bemalol qo'chqorni zo'rlarini olaman degan bo'lsalaringiz, nomerlar pastda hozirdan telefon qilib baraka qo'rsalaringiz bo'ladi. Aka, endi bularni ko'ryapmiz, bular necha oydan necha oygacha, mana ichida kattalari ham bor. Aka, buning ichida aka bitta 4 oyligi ham bor. Mana akalar, 4 oyliklari ham bor. Hammasi optimga ketadi aka. Gap yo'q. Katta kichkina xudo xolasa arzon narxga beraverasiz. O'rtacha 2 oylikka olishaversin. O'rtacha 2 oylik. O'rtacha. Aka, bular yeb ichish qanday hozir? Hamma narsa yeydimi? Aka, yeyaveradi aka, hamma narsani aka. Gap yo'q. Akalar, mana ko'ryapmiz. Bedami, kepakmi, nima bersa yeyaveradi. Hamma narsa yeyaveradi. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, mana ko'ryapmiz, beda berasizlarmi, kepak berasizlarmi? Xudo xolasa yeyaveradigan mana shunaqa sifatli. Sorin zo'ri mana shunday bo'ladi. Mana akalar, joningiz sog' bo'lsin. Karabil degan shu-da-mi? Joningni sakrashini ko'ryapsiz. Karabil ko'p buning ichida aka. Yaxshi. Aka, buni hozir endi birinchi partiyamizni ko'ryapmiz, yaxshi. Shuning uchun birdan ma'lumotlarni to'liq qilay. Sog'ligida garantiyami aka bularni? Aslo sog'ligida kamchilik yo'q aka. Gap yo'q. Bo'lmasa bunday qilaylik aka, hozir aka, men qo'chqor aka, qarang. Mana akalar, ko'rganlaringizda o'zi bu 4 oylik-da bular. 4 oylik aka. Mana akalar, 4 oylik. Xo'p, mana shunaqa qo'zimiz. Aka, bularni sog'ligi yaxshi bo'lsa, hamma narsa yeyaptimi? Bemalol aka, yedirib ko'rishadi aka. Olib borgandan keyin o'zi aytgan. Kimga borgan bo'lsa aka, yedirib ko'rsatdi. Yedirib ichirib ko'rsatgan. Aka, obod degani. Bundan keyin bunaqa demaydi. Aka, mana hozir ko'ryapmiz-ku, xudo xolasa hech qanaqa muammosi bo'lmasin. Agar bironta muammo bo'lib qolsa-chi? Bo'lmasin aka, bo'lmasa ham hal qilamiz. Gap, muammo hech qachon tashlab qochilmaydi akalar, hal bo'ladi, bemalol telefon qilaverasizlar. Aka, endi buni asosiy joyi bu, dastavkasi bor bu jonivorda. Nima qilamiz bu? Endi aka, dastavkasi O'zbekiston bo'ylab. Gap yo'q, mana O'zbekiston bo'ylab. 26 tasini bir joyga oldim deganga. Bir qo'lga olishsa, xudo xolasa dastavka O'zbekiston bo'ylab xohlagan joydan telefon qilsa yetkazib beradi. Gap yo'q, mana akalar, xudo xolasa bir qo'lga olaman degan akalarimiz O'zbekistonni qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar telefon qilaverasizlar, yetkazib berilaveradi. Aka, endi mana ko'rdik, yomon emas, bir so'z bilan aytganda. Endi eng asosiy joy qoldi aka. Shu narx-navosi menga ham qiziq, to'g'risi, obunachilarimiz bilan bir qatorda. Aka, narx-navosini aka biz bilasiz. Baland narx qo'ymaymiz. Har doimgi narximiz aka shu. Savdolashayotgan joyi qolmaydi aka. Yana qanday? 2 million 600 mingdan O'zbekiston bo'ylab dastavka. 26 dan. 2 million 600 dan. 2 million 600 dan keyin mana kattalarini ham berasizmi aka? Katta mayda hammasi ketadi aka. Mana akalar, bozorda 3,5 million sotilayotganlarim 2,5 millionga ketdi akalar. Aka, hozir dastavkasidan keyin qaytib qolish yo'qmi? Yo'q aka. O'sha gap. 2,5 dan bo'lsa o'zlari kelib olib ketishsin. Mana 2 million 600 dan akalar bemalol kelib ko'rasizlar, yo bo'lmasa telefon qilasizlar, uylaringizgacha olib borib beriladi. 2,5 million so'mdan xudo xolasa telefon qilsalaringiz, kelib ko'rib o'zlaringiz olib ketaverasizlar. 100 ming so'm akalar dastavkani ustida qolyapti. Bemalol telefonga telefon qilib birinchi partiyamizni olib kelsalaringiz bo'ladi. Hozir endi ikkinchi partiyamizni ham ko'rsatamiz akalar. Akalar, mana ikkinchi partiyamiz kim qo'li bilan sut berib katta qilaman desa to'g'ri keladi ham. Mana shunaqa ikkinchi partiyamiz bor ekan. Aka, bularning soni nechta? Aka, 7 bosh aka. 7 bosh. 3tasiga aka sut kerak emas aka. 3tasiga kerak emas. 4talasiga sut beradi 15 kun. Demak 3ta kattasiga. Narxi arzon bularda aka. Bular narxi undan ham ancha arzon bizga. Ancha. Juda arzon aka. Akalar, mana ko'ryapsizlar, mana shunday qo'zichalarimiz. Endi bular necha haftalik yo oylik bo'lganmi? Aka, 1 oylik bular. 1 oylik-a? Akalar, ko'rib turganlaringizda 1 oylik. 2 qizil egiz aka. Bu ikkalasi ham egiz. Hozir
ikki partiya egizi bormi ikki shular? partiya egiz aka. Buni Buni egizi qolgan aka uyida. Xo'p. Buni egizi yo'q. Bu ikkalasi yakka bo'lgan aka. Akalar, hozir mana shu partiyamiz o'zi 3 partiya egizchisi bormi? Ha aka, 3 partiya. Akalar, mana shu qo'ylarimizda ichida 3 partiya egizchisi bor. Ko'rib turganlaringizda erkak. ikkita qizilimiz egiz, ikkita mana yonma-yon turgan qoramiz egiz, bitta yakkami deyman, egizni bittasi. Ha, u yakkasi aka. Ha, akalar. Bemalol telefon qilaverasizlar, xudo xolasa kattarib qolgan qo'chqorchalarimiz. Endi aka, bular narx-navoz qanday bo'ladi? Narx aka arzon dedim aka. 1.750 dan o'zlari olib. 1.750 dan. 1.750 dan. Aka, keyin uloqcha puliga. Uloqcha puli bo'ldi haqiqatan. Buni dastavkasini ham qilib beramizmi yo'qmi o'sha? Dastavkasi aka, buni dastavkasi yo'q. Agar ularni olgan bo'lsa, ketadi. Hammasini bir joyga olsa ketadi. Bu o'sha ketaveradi ichiga qo'shib. Tushunarli. Akalar, demak ko'ryapmiz, 1.750 ming so'mdan xudo xolasa ikkita egizchimiz bor. Mana shunaqa sifatli qo'ylarni olaman desalaringiz, nomer pastda bemalol telefon qilib baraka qilaverasizlar. Akalar, bizani kuzatishda davom etinglar. Biz siz uchun albatta mana shunaqa sifatli 4 ta qo'chqorcha aka buni ichida. Buni ichida 4 ta qo'chqor, 3 ta urg'ochi. 3 ta urg'ochi. Bemalol sizlar uchun sifatli bir-biridan yaxshi bo'lgan qo'ylarni ko'rsatishda davom etaveramiz akalar.